Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun aynan xotin-qizlarga juda ham qiziq bo'lgan bir mavzuni ochib bermoqchiman. Yillar davomida o'zimni sinfda ishlab, o'zimni kuzatib, ayollar bilan ishlab, ularni kuzatib shunday xulosaga keldimki, xotin-qizlar borib juda ham onasiga o'xshab qolar ekan. Siz savol berishingiz mumkin. Endi onasi tuqqandan keyin onaga o'xshaydi-da, qo'shnisiga o'xshaydimi deyishingiz mumkin. Agar sizning sochingiz, qosh ko'zingiz, tanangizning rangi, yurish-turishingiz, ovozingiz onangizga o'xshasa, bu normal holat. Lekin aynan munosabatlaringizda, sog'ligingizda, hayotiy vaziyatlaringizda juda ham ko'p foizlarda onangizga o'xshab borishingiz bu unchalik normal holat hisoblanmaydi. Chunki biz misol uchun ota-onamizning urug'idan paydo bo'ldik, ular orqali dunyoga keldik. Lekin har bitta inson alohida ruh, alohida banda. Hammaning bu dunyoda o'zining missiyasi, o'zining vazifasi bor. Bilasizmi? Juda ham ko'p xotin-qizlar aksariyat holatlarda onasining ssenariysini takrorlab yashaydi. Ko'pchilik hattoki bunga e'tibor bermaydi. Masalan, qarang, mana hayotda kuzatganimizda ko'p holatlarda hayotdagi vaziyatlarga xuddi onangizga o'xshab munosabat bildirasiz. Agar onada pul bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lsa, yetishmovchilik dasturi bo'lgan bo'lsa, qiz xuddi o'shanday yashashi mumkin yoki turmush o'rtoq bilan munosabatlarda xuddi onangiznikiga o'xshab takrorlab yashashingiz mumkin yoki sog'ligingizda xuddi onangiznikidaqa muammolar bo'lishi mumkin yoki ona agar jamiyatda, hayotda o'zini namoyon qila olmagan bo'lsa, qiz ham xuddi shunday yashashi mumkin va hokazo. Bu har doim emas, lekin juda ham ko'pchilik ayollarda mana shu takrorlanadi. Nimaga aynan biz aksariyat holatlarda onamizni takrorlab yashaymiz? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik ayollar shunday o'ylaydi. Men onamga o'xshab yashashni xohlamayman. Lekin ongsiz ravishda men yuqorida aytib o'tgan aynan o'sha onasining hayot ssenariysini takrorlay boshlaydi. Bilasizmi? Bu tasodif emas. Bu ichki dastur. Biz oilada ham tarbiya topamiz, ham onamizning yashash modelini o'zimizga birma-bir ko'chirib olishni boshlaymiz. Qisqasi, biz onamizning hayot modelini qanday qilib ko'chirib olamiz? Mana shuning sabablarini ko'rib o'tamiz. Eng birinchisi kuzatish orqali ko'chirish. Qizaloqlar odatda 7 yoshgacha onasini kuzatadi. Onasi qanday gapiradi? Hayotdagi og'riqli munosabatlarga qanday javob beradi? Pul bilan qanday munosabatda? O'zini hurmat qilish, o'zini qadrlash qanday? Turmush o'rtog'i bilan munosabati qanaqa? Yoki qanday qilib hayotdagi og'riqlarga sabr qilib chidab yashayapti? Ona qanday qilib o'zini qurbon qilib yashayapti? Hamma ijobiysini ham, salbiysini ham qizaloqlar miyasiga ko'chirishni boshlaydi va uning miyasida 7 yoshgacha programma shakllanadi. Ayol bo'lish xuddi mana shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi esa anglanmagan hissiyotlar. Agar qiz bola yoshligida onasini rad qilgan bo'lsa, onasidan qattiq xafa bo'lgan bo'lsa, ranjigan bo'lsa, boricha qabul qilmagan bo'lsa, e'tibor bering, o'sha payti qiz bola o'zining onasi bilan energetik jihatdan uzilmaydi. Eng qiziq joyi, biz nimani rad qilsak, nimani yomon ko'rsak, nimani qabul qilmasak, nimani tan olmasak, xuddi o'sha hayotni yashab beramiz. Sababi bizning ichimizda qaysidir hissiyotlar bilan yechilmagan muammoyimiz bor. Uchinchisi va eng muhimi, o'zini onasidan ruhan ajrata olmaslik. Ba'zi xotin-qizlarning yoshi 20, 30, 40, 50 hattoki undan ham yoshi katta bo'lishi mumkin, pasport yoshi katta bo'lishi mumkin. Lekin ichki qizchasi, ichki qizalog'i yetuklik pozitsiyasiga o'tmagan bo'lsa, hali o'sha 5-6 yoshda qolib ketgan bo'lsa, bunday xotin-qizlar hali ham birinchidan onasidan tasdiq kutadi, ikkinchidan esa ichida hali ham onasiga isyon qiladi. Yodda tuting, onasidan ruhan ajralmagan qiz baribir onasining hayotini takrorlaydi. Mana hurmatli kuzatuvchim, siz bilan hozir nima uchun aynan onamizning hayotida yashayotganimizning sabablarini ko'rib chiqdik. Endi esa yechimlar berib o'taman. Birinchisi, men juda ham yaxshi ko'raman bu mashqni, ajratish mashqi. Doim ichingizda o'zingizga takrorlang. Bu onamning hayoti, bu meni hayotim. Va albatta yozma texnika bajaring. Masalan, onam qanday yashagan? Yozing. Aysiz qanday yashaganlarini, men mana shu holatlarda qanday yashamoqchiman, men nimani tanlamoqchiman, yozib chiqing va o'zingiz tanlaganlaringizga
amal qiling. Ikkinchi ajoyib amaliyot: minnatdorlik mashqi. Har kuni kechqurun yotishdan oldin onangizga 5 ta minnatdorchilik, shukronalik yozing. Sizni dunyoga keltirganliklari uchun, mana shunaqa yaxshi hislatlarni sizga berganliklari uchun. Har qanday insonning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Balkim sizni onangiz urgan bo'lishlari mumkin, sizni orzu maqsadlaringizga erishishingizga to'sqinlik qilgan bo'lishlari mumkin va hokazo. Lekin siz qachonki diqqat e'tiboringizni onangizning yaxshi taraflarini topib, ularga minnatdorchilik bildirishni yozishni boshlaydigan bo'lsangiz, ishoning, aynan o'sha bolaligingizdagi og'riqlardan ozod bo'lishni boshlaysiz. Qasi xulosa: agar siz onangizga juda ham o'xshab borayotganingizni, ularning hayotini takrorlayotganingizni sezib qolsangiz, doim o'zingizga yangi tanlov qiling va ularga faqat va faqat minnatdorlik, shukronalik bildiring va o'shani amalda ham ko'rsating. O'zlariga ham ayting, ularni yaxshi ko'rishingizni. Hurmatli kuzatuvchim, bugungi video hammangizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.